Yaxshi hurmatli Epic Game obunachilari, bugun bizda qishloq qurish birinchi qism davomi. Biz qishloqni hozirchalik yarmini qurib bo'ldik, hozir devorlarni qurishga o'tdik. Devorlarni mana shunday tosh yordamida ko'taryapmiz. Bu qishloq qurishda menga Epic Game juda katta yordam berdi. Mening ba'zi bir videolarim montajini ham o'qib beradi. O'zim telefonimdan menga montaj qilib videolarni jo'natib YouTube akkauntimga keyin sizlar uchun videolarni joylayman. Hop, endi Minecraftga qaytsak, mana shu oxirgi burchagi bo'ladi. Tezroq bitirish kerak bu devorlarni, kech kirdi. Keyinchalik uy qurish ham o'tishim kerak. Chunki bitta uy qursak, keyin qishloqni bitta jitel aytgandek uy qurib beraman. Oq kiyimli jitel adashmasam. Oxirgi burchak ham tayyor bo'ldi. Oxirgi tosh va bitta. Endi uy qurishga qaytamiz. Keraksiz toshlarni o'chirib, tosh, taxta kerak bo'ldi bizga. Birinchi toshdan yo'llarni ko'tarib olaman. Orasida 3 ta yo 4 ta joy bo'ladi taxta uchun. O'sha etal tushdi. Bu yerda oyna uchun joy qoldiraman. Ustini endi tosh bilan yopib chiqishim kerak. Bu yerda xatolik ketibdi. Past reshotkalarni ham toshdan qilib olaman. Iloji boricha tezlikka ishlash kerak. Chunki hali ko'p ishlar qilish kerak bu qishloqda. Pastlarni bitirib olamiz. Qochib tur Galimjon. Qoch bu yerdan. Taxtadan qilib olaman. Endi orqa tarafi. Endi Minecraftga qaytsak, ovoz o'chib qoldi. Hopslarga sevitalim kuchli, shuning uchun videoni salkam o'chirayapman. Pastlarni toshdan qilsak bo'lni, o'chirib tashlash kerak eshikni. Endi eshiklarni joylashtiramiz. Bu yerni oynani sal teparoqdan qilish kerak. Endi oyna qo'yib olamiz. Ichlarni mana jitel o'zi ham keldi. Uying qalay chiqibdi? Yaxshi, shunday davom etamiz. Uy uchun jihozlarni ham men qo'yib beraman. Ikkita bersak, ikkita pechka bo'ladi. Hay, juda ham yaxshi-ku. Ben yaxshi sharoit qilaman. Bo'ldi, shu vaqtdan turib ovozing juda baland eshitilyapti. Mana uylarning ichini ko'rishing kerak. Hop, qishloq hozir mana bu yerda ko'rmash holatga keldi. Endi bir qishloqlar bilan suhbatlashaman. Hay. Nimaga? Tinchlik. Mana uying bitdi. Voy, juda ham katta rahmat senga. Epic. Arzimaydi. Bitta uy-ku. Hozir odamlar kamarib ketgan. O'qir ber desang yo'q deb o'ldirib tashlashadi. Galimjon, qalaysan?